Sizlar bilan darsimizni davom ettiramiz. Oldingi darslarda uy ichiga kirgan edik. Hozir uy ichini remontini boshlaymiz. Biz sizlarga oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz. Uy ichini aboy qilgan yaxshi deb. Aboy qilishimizning sababi mayda treshinalar beradi. Atachantalar qiladigan bo'lsak, mayda treshinalar berish mumkin uy ichida. Issiq sovuq anaqalari hisobiga. Ana o'sha mayda chuda treshina yoriqlarni o'sha aboy yopib ketadi birinchidan. Ikkinchidan uyni issiqroq ushlashga ham yordam beradi. Aboylar hozir chiqayotgan aboylar mo'ysha aboylar, strogoy mo'ysha aboylari bor. Juda yaxshi chiqyapti aboylar. Ana o'sha strogoydan qilinsa, hattoki bolalar ruchka bilan chizsa, uni yo'q qilsa bo'ladigan aboylar chiqyapti. O'shanaqa aboylar bilan qilgan afzalroq. Aboyni yopishtirib bo'lgandan keyin tarketni qoqishga tushamiz. Tarketni nalyunoylarni quyib bo'lgan bo'lsak, tarket yotqiziladi. Tarketdan keyin eshik romlar qo'yiladi. Ana undan keyin plintuslar qoqib chiqiladi. Eshik romlarni o'rnatgandan keyin plintuslarni qoqib chiqiladi.